Respublikamiz Prezidentining Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga yo'llagan murojaatnomasida kasblarni rivojlantirish va yangi mehnat bozori arxitekturasini yaratish 2026-yil dasturi uchun 4-ustuvor yo'nalish sifatida belgilandi. Shunga muvofiq Namangan viloyatida ham xalqaro ta'lim standartlariga moslashtirilgan texnikumlarda yangicha tizim joriy etildi. Muxbirimiz Norin tumanida bu borada olib borilayotgan ishlar bilan tanishdi. Hozir shu haqda. Shu yilning yanvar oyidan boshlab Respublikamiz Prezidentining kasbiy ta'lim tizimida boshqaruv samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga muvofiq kasb-hunar maktablari, kollej va texnikumlar o'rnida xalqaro ta'lim standartlariga mos yangicha talqindagi texnikumlar tizimi joriy etildi. Norin tumani Bir inson texnikumida ham bu borada amaliy ishlar olib borilmoqda. Yangi tashkil etilgan ta'lim muassasasida bir vaqtning o'zida professional ta'lim tizimining 3, 4 va 5 darajalarida kasb-hunar sirlarini o'rganish imkoniyatlari yaratildi. Hozirda texnikumdagi 1054 nafar o'quvchi, 78 nafar umumta'lim va maxsus fan o'qituvchilari hamda ishlab chiqarish ta'lim ustalari tomonidan 8 ta yo'nalish bo'yicha kasb-hunarga yo'naltirilmoqda. Yuqoridagi belgilab o'tilgan vazifalardan kelib chiqib, bizni ta'lim muassasamizda hozirgi kunda yangi yo'nalishlarni ham ochish rejalashtirilgan. Ushbu tumanimizda hozirgi kunda intensiv usulda baliq yetishtirish juda ommalashib bormoqda. Ushbu yo'nalish bo'yicha ixtiyologiya yo'nalishini ochib, yangi o'quvchilar qabul qilmoqchimiz. Shularga kadrlar yetkazib berish maqsadida. Bundan tashqari quyosh energiyasi bugungi kunda respublikamiz bo'ylab ommalashib bormoqda. Bu bizni vazifa yuklaydi. Shu quyosh panellariga xizmat ko'rsatish mexanik, texnik yo'nalishlarni ochishimizga hamda shu kunda mana Xitoy davlatidan bizga kirib kelgan Xitoy usulida paxta yetishtirish texnologiyasi bo'yicha mana agregatlashtirilgan tomchilab sug'orish texnologiyalariga xizmat ko'rsatish mexanikini ochmoqchimiz. Ta'lim yo'nalishlarining hudud drayveri asosida tanlanishi zamon talablari darajasida bilim olayotgan yoshlar bandligini ta'minlash bilan birga shu sohalar rivojiga hissa qo'shmoqda. Masalan, payvandlovchi, avtomobillarni ta'mirlash va ularga servis xizmat ko'rsatish, tikuvchi, traktorchi, mashinist, kompyuter grafikasi va dizayn operatori, kompyuter tizimlarida dasturlash, qishloq xo'jalik ekinlari chorvador kabi mutaxassisliklar bo'yicha yangicha yondashuvlar asosida kadrlar tayyorlanmoqda. Ayniqsa texnikumning Yaponiya loyihasi asosida jihozlanishi ta'lim sifatini oshirish bilan birga o'quv amaliyotlarini sifatli tashkil etishga ko'mak beryapti. Tikuvchilik yo'nalishiga qiziqishimdan maqsad yoshligimdan bu hunarga qiziqqanman. Kelajakda shu hunarni kasb darajasiga yetkazib, kichik korxonalardan boshlab katta tekstillar darajasigacha yetkazmoqchiman. Texnikumimizda juda ham katta sharoitlar yaratilmoqda, ayniqsa ta'lim yo'nalishida. Shuningdek, ta'lim tashkilotida tikuvchi, payvandlovchi, ayollar sartaroshligi, kompyuter operatori kabi kasblar bo'yicha ham qisqa muddatli kurslar yo'lga qo'yilgan. 2026-2027 o'quv yilida 9-sinf negizida 10 ta, 11-sinf negizida esa dual ta'lim shaklida 3 ta mutaxassisliklar bo'yicha o'quvchilar qabul qilish rejalashtirilgan. Murojaatnomada ta'kidlanganidek, texnikumlarga zamonaviy qiyofa va yangicha muhit olib kirish maqsadida 5 yillik dastur tasdiqlangan bo'lib, shu asosda olib borilayotgan sa'y-harakatlar kasbiy ta'lim tizimini xalqaro tajribalar asosida takomillashtirilishiga xizmat qiladi.